Mutali xalpitim. Uyg'urlarga tunji qitim yangicha ma'rifni tunishtirgan va o'zi bevosita necha avlod izbosarlarni yetishtirib chiqqan Mutali xalpitim 1868-yili kuzda Munbat ili viloyatida tug'ilgan. U tug'ilishdan sal ilgari ili sultonligining Botur sarkardisi Obul Alaxon Ibrohim o'g'li Alaxon sulton martabasi bilan Qosh daryosi bo'yidagi bir to'pilikda ili sultonligining oliy hukmdorligiga saylangan edi. Mutali xalpitimning otasi Kamalaxon sulton Alaxonning eng mo'tabar kishilaridan biri edi. Şuna u kishi 1868-yili tug'ilgan mazkur o'g'liga Abdul Mutali, ya'ni eng yuksak saltanatlik zotning bandisi degan qutlug' ma'nidagi ismni qo'ygan edi. Bu o'g'il keyincha Uyg'ur xalqi orasida Mutali xalpitim va Xalpam hazrat degan nomlar bilan mashhur bo'lgan edi. U texi 3 yoshga to'shmayla ili sultonligi Chorrosiya qo'shini tarafidan munqariz qilingan edi. Biroq o'rislar sultonlik tavasidagi xalqning ichki ishlariga qarta keng qo'lliq bilan muomala qilg'ashqa ilidagi xalqning 1871-yildan 1881-yilgacha bo'lgan siyosiy va ijtimoiy turmushi burunqi ili sultonligi davridagiga o'xshashla jush urib rivojlangan. Bu 10 yilda Güdek Mutali xalpitim G'ulji Baytulloh madrasasi ichidagi yeshi eng kichik o'quvchiga aylangan. U Molla Bilal Nazimining kuchli ta'siriga uchirgan bo'lib, u Molla Bilalning himmati bilan o'z davridagi eng ilg'or kishiga aylangan. Shunda qilib, uning dastlabki madrasa o'qish hayoti G'uljida o'tgan. 1881-yili 2-oyning 24-kuni Chorrosiya va Manching ishg'olchilari bepoyon Markaziy Osiyoni yang ichida teng bo'lishish ko'zlangan ili kelishimini poytaxt Peterburgda imzolab, ili sultonligidagi zaminlarning ko'p qismi Manching xonligiga bo'lib berilib, bu zamindagi barliq avam fuqarolarning mol-mulkini ilib Chorrosiya qo'shini ishg'ol qilib turgan G'arbiy Turkiston tavasiga ko'chib kelishiga yo'l qo'yilgan. Zozongtang ishg'olchilarining 1877-yildan 1878-yillargacha sodir qilgan vahshiy irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini obdan biladigan ili Uyg'urlari bu kelishimdan voqif bo'lishi bilan tangla Manching ishg'olchilarining ilidimi irqiy ziyonkashlik qilishidan ansirab, kayni-kaynidan Sharqiy Turkistonning Munbat ili viloyatidan G'arbiy Turkistonning sharqiy qismlariga ko'chib ketishga boshlagan. Mutali xalpitimmi Molla Bilal Nazimi bilan billa 1882-yildagi cho'ng ko'shko'shda Yettisu tavasidagi Yarkentga ketgan va shu yerdami jadidchilik iqimiga mansub diniy zotlardan davomli ta'lim olgan. Mutali xalpitim 1883-yildan 1886-yilgacha Yarkentda jadidizm, ya'ni yangicha ma'rifda puxta yetishgandan keyin 1887-yili kuzda Yarkentdan ilidagi G'ulji shahriga qaytib kelib, G'ulji shahrida o'z xarajati bilan Taaliya maktabi nomli maktabni qurgan. U G'uljida asosliqi davomli maktab ichish, diniy tarbiya berish va talib tarbiyalash ishlari bilan shug'ullangan. Mutali xalpitim ona vataniga qaytib kelgan chog'lar Manching xonligi Yaponlardan uda mag'lub bo'lib, hokimiyat asosi tavrinib munqariz bo'lish xavfida qolgan paytlar edi. Bu xil foydaliq vaziyat Mutali xalpitim qatorliq ma'rifatchilarning oqartish harakati qo'zg'ishi va musobaylardek milliy boylarning kuchlanishiga asos solgan. Mutali xalpitim Jirji Saji va Mas'ud Apandi qatorliq tunji qaror o'quvchilarini yetishtirib chiqqandan keyin maktab va o'quvchilarning ko'lami va sonini texmi ko'paytib, ili vodisini 19-asrning oxirlari va 20-asrning boshlaridagi Sharqiy Turkistonning ma'rifat o'chiqiga aylantirgan. Shunda qilib Mutali xalpitim 1880-yillardan toki 1930-yillargacha bo'lgan yarim asr jarayonida Manching mustamliki davri va Manching qoldiqlari bo'lmish militarist Xitoylar davrida xilma-xil qiyinchiliklar va xatarlardan g'olib kelib, o'tgan asrning oldingi va keyingi yerimidagi Uyg'ur milliy mustaqillik ko'rishining tayanch kuchlarini yetishtirib chiqqan. Mutali xalpitim 1931-yili Haj safariga atlanib
2 yildak Arab islom dunyosini kezib chiqqandan keyin 1933-yili G'uljiga qaytib kelgan. U G'uljiga qaytib kelgandan keyin butun elining madaniy ma'rif oqartish ishlaridagi boshlamchilarning peshvosi sifatida tonilgan. Ani shu chaqdan boshlabla Abdumutaalli Xalpitim xalq ichida Xalpam Hazrat degan nom bilan mashhur bo'lgan edi. Abdumutaalli Xalpitim 20-asrning birinchi yarmida butun Ili vodisida yuksak obro'yga ega, diniy ilmga komil arbob, shuningdek ma'rifatparvar, ilg'or fikrlik, taraqqiyparvar zot bo'lish sifati bilan Uyg'urlar ichida emas, hatto qozoqlar, tungallar, o'zbek va tatarlar orasidami nihoyatda yuqori hurmatga sazovor shaxs edi. 1944-yili 7-noyabrda Ili inqilobi portlab 12-noyabrda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganda bu inqilobdagi asosliq tayanch kuch Uyg'urlar va inqilob qatnashchilari bo'lgan boshqa musulmonlar Abdumutaalli Xalpatni bir boshlamchi deb bilatdi. Hatto bu inqilobni maxfiy qo'llayotgan Sovet ittifoqining G'uljidagi xodimlari, ya'ni Sovet ittifoqi konsulxonasi inqilob portlash harpisida Abdumutaalli Xalpat bilan ko'rishib, qurilg'usi hukumatga rais bo'lishni tavsiya qilgan. Biroq Abdumutaalli Xalpat bu taklifni rad qilgan. Sovet taraf bilan bo'lgan bu suhbatni 1958-yili Qozog'istondagi atoqli olim, filologiya fanlari kandidat doktori Saud Mollavudov G'uljini ziyorat qilib, Mutaalli Xalpitim bilan bo'lgan bir qancha qitimliq tarixiy uchrashishlarida Mutaalli Xalpitim uningga so'zlab bergan. Doktor Ablat Kamalovning aniqlashicha, diniy nozirlik va hukumat a'zosilik o'rinlarini qabul ko'rgan Abdumutaalli Xalpat o'ziga berilgan rais bo'lish taklifini rad qilishdagi tub sabab sifatida yeshining bakli cho'ng bo'lib ketganligini ko'rsatgan. Shuningdek, u Alixon To'rini raislikka tavsiya qilgan ekan. Haqiqatan Mutaalli Xalpitim bu vaqtda 76 yoshga kirgan edi. Vaholanki u baribir nozir va hukumat a'zosi bo'lishni rad qilmagan. Abdumutaalli Xalpat shuningdan keyin Sharqiy Turkiston xalqini ozodlik ko'rishiga g'azotga chaqirish, xalqni uyg'otish, bo'libmi milliy armiyaning kurashlarida zo'r xizmat ko'rsatganligi uchun uningga eng oliy ozodlik ordeni berilgan. Abdumutaalli Xalpat Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimiy bilan yaqin hamkorliklarda o'tgan. Bo'libmi 1947 va 1949 yillar orasida Mutaalli Xalpitim Ahmadjon Qosimiyning eng yaqin va hurmatli tayanchisi va yaqin maslakdoshiga aylangan. 1944-yili 12-noyabr kuni G'uljida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin o'zining davlat boshqarish siyosiy programmasini tuzish va qarorlashtirishga kirishgan. 1945-yili 1-oyning 5-kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati o'zining rasmiy 9 cho'ng moddalik mustaqillik xitobnomasini e'lon qilgan. Mazkur 9 moddalik xitobnoma yana bir tarafdan zamonaviy davlat boshqarish siyosiy programmasi asosidan iborat bo'lib, xitobnomaning 4-cho'ng moddasida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining diniy siyosati aniq ifodalangan. Ya'ni uningda Sharqiy Turkiston xalqining zo'r ko'pchiligi islom diniga e'tiqod qiladigan bo'lg'ashqa, bu dinni alohida tashabbus qilish, shuningdek boshqa dinlarga ham erkinlik berish va uni qo'g'dash kerak deb belgilangan. Mazkur xitobnoma e'lon qilinishidan ilgari Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti diniy ishlar nazorati qurib, uningga Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati hay'at a'zosi, atoqliq va xalqparvar zot Abdumutaalli Xalpatni nozirlikqa belgilagan edi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining mustaqil jumhuriyat qurish va uni har jihatdan rivojlantirish, shuningdek to'g'ri va xalqchil prinsipga tayangan milliy va diniy barobarlik siyosatini belgilash muhim masala edi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati Xitoy mustabid hokimiyatini og'dirib, butun Sharqiy Turkistonda o'z hokimiyatini o'rnatishi ham dunyoning ilg'or davlatlari qatoriga qo'shilib, xalqaro e'tirof qilishga erishish uchun ham o'zining har jihatdan to'g'ri va dunyo miqyosida hurmatga erishgan siyosatlarni belgilashi kerak edi. Diniy ishlar noziri Abdumutaalli Xalpitim Cumhuriyetning to'g'ri diniy siyosatini, ya'ni hamma dinlarni hurmat qilish, millatlar barobar bo'lish siyosatini belgilashga zo'r hassa qo'shgan.
Sharqiy Turkiston hukumatining mundaq hamma e'tiqodni qo'g'dash va hurmat qilish siyosatini yurgizishi tabiiy holda musulmonlardan boshqa Mo'ng'ul, Shiba, Dağur, Rus qatarlıq musulmon emas millatlarningmi Uyg'ur qatarlıq musulmon millatlari bilan birlikda Sharqiy Turkiston hukumatini jon tikib qo'g'dishi, Xitoy hukmronligiga qarshi musulmonlar bilan birlikda kurash qilishida muhim rol o'ynagan. Mana bu diniy siyosatlarni yurgizishda Abdumutaalli Xalpatdek, Alixon To'ridek ilg'or, iddiyasi ozod, bilimlik o'limalarning to'pisi zo'rdir. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati diniy ishlar nazorati yana armiya bilanmi bog'lanishli bo'lib, Milliy armiya bosh shtabi tarkibida askariy mufti idorasi qurib, Milliy armiyaning qo'mondonlari orasida diniy ishlarga mas'ul ofitserlarni belgilagan. Milliy armiyaning har qaysi polk batalyonlarga imomlarni qo'yish belgilangan bo'lib, harbiy qismlardagi bu imomlar bir tarafdan diniy ishlar nazorati, yana bir tarafdan harbiy tuzum bo'yicha Milliy armiya bosh shtabiga ham harbiy nizomlarga bo'ysunatdi. Diniy nazorat yana maxsus harbiy imomlar qo'llanmasi chiqarib tarqatgan. Buningda imomlarning xizmat qoidalari belgilangan bo'lib, askar ofitserlarning namoz o'qishi va diniy faoliyatlarga qatnashishi butunlay o'z ixtiyori bilan bo'ladi. Albatta, Milliy armiyadagi Rus, Mo'ng'ul, Shiba qatorliq millatlarningmi o'z diniy qoidalari bo'yicha ish tutishiga yo'l qo'yilgan edi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti diniy nazoratining sud, adliya organlari bilan bo'lgan munosabati muhim bo'lib, u davlatning sud sistemasi va qonun tuzumlaridimi o'z rolini tegishlik joriy qildirgan. Jumladan harbiy sudning boshlig'i G'ani Batur, Cumhuriyetning bosh sudiyasi Muhammadjon Mahsum va davlat rahbari Ahmadjon Qosimi qatorliq zotlar murakkab va nozuk masalalarda har vaqt Mutaalli Xalpatimning dono maslahati va tavsiyasi bo'yicha ish ko'rgan edi. Din bilan fanni, din bilan siyosatni, din bilan milliy madaniyatni, din bilan kundilik turmushni, din bilan urf-odatni bir-biriga qarma-qarshi qilib qo'ymagan. Aksicha, Sharqiy Turkistondagi turli dinlarga ishonadigan barliq ezilgan xalqlarni bir bayroq ostiga uyushtira olgan va qurilgan davlatda yuksak adolat barpo qila olgan Abdumutaalli Xalpatim oldingi asrning yerimidagi Uyg'ur davlatchilik ideyasining peshvosi va davlat otasi bo'lishga munosib bir namuna edi.